Hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Har doimgidek sizlar bilan mening kompyuterim kanali. Do'stlar, bugungi videoda sizlarga virtual mashinaga Arch Linux'ni o'rnatishni ko'rsatib bermoqchiman. Unday bo'lsa, videoni boshlaymiz. Birinchi bo'lib, do'stlar, bizga kerak bo'ladigan narsalar bu Arch Linux'ni ISO fayli, ya'ni obrazi kerak bo'ladi va bizga virtual mashinani o'zi kerak bo'ladi. Virtual mashinani yuklash bo'yicha videosini Telegramdan topishingiz mumkin. Telegram manzilim esa opisaniyada bo'ladi yoki kommentariyani qarab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib, bo'lmasam biz hozir ISO obraz, ya'ni Arch Linux'ni ISO obrazini yuklab olishdan boshlaymiz. Brauzerga kiramiz. Brauzerga kirib, biza Arch Linux deb poyga beramiz. Shundan so'ng birinchi chiqib kelgan saytga kirishimiz kerak bo'ladi va bu yerdan download degan tugmani topamiz. Download degan tugmani bosganimizda bizda ikki xil skachat qilish yo'li bor, ya'ni saytni o'zidan to'g'ridan-to'g'ri yoki torrent orqali skachat qilish mumkin. Men torrent orqali skachat qilib olganman va siz xohlagan yo'nalishda demak yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Kompyuterimda virtual mashina o'rnatilmagan ekan, shuning uchun tezda virtual mashinani o'rnatib olishga qaror qildim va virtual mashinani o'rnatib bo'lgandan so'ng, demak, virtual mashinaga kirishim kerak bo'ladi. Kirib olamiz va bu yerdan yangi mashinani hosil qilib olamiz. Va bu yerda hech qanday nastroykalarga boshida tegmaymiz. Demak, ISO obrazini tanlashimiz kerak bo'ladi. ISO obrazini ko'rsatamiz qayerdaligini. Demak, tepada yuklab olgan obrazimizni ko'rsatamiz va открыть tugmasini bosib, next ni bosishimiz kerak bo'ladi. Keyin esa bu yerda Linux'ni tanlashimiz kerak bo'ladi. Videodagi nastroykalarni qo'yib ketishingiz kerak bo'ladi. Bundan keyin sizda virtual mashinaga qanday nom berishingizni so'raydi va virtual mashinani qayerda saqlashingizni so'raydigan joy keladi. Shundan so'ng ushbu joylardan o'tganingizdan so'ng sizdan qancha xotira berishingizni ham talab qiladi, ya'ni so'raydi. Siz esa yetarlicha xotira berishingiz kerak bo'ladi. Men 30 GB berdim. Xotirani belgilab bergandan so'ng biroz nastroykasiga o'zgartirish kiritamiz, ya'ni Customize Hardware degan knopkani bosamiz va u yerdan operativ xotirasini 4 GB ga oshirib qo'yaman yoki undan ham balandroqqa oshirsam bo'ladi. Hamma sozlamalardan o'tib olganimizdan so'ng endi virtual mashinani ishga tushirsak bo'ladi va bizda Arch Linux'ni oynasi ochiladi va Arch Linux'ni belgilab Enter ni bosamiz. Ekranda ba'zi bir yozuvlar ketadi. Bu yozuvlardan so'ng oxirida Arch Linux degan yozuv chiqib qoladi o'zi. Ana shu joygacha kuzatib turishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday joyga yetib olganimizdan so'ng bu yerda biza yozishimiz kerak bo'ladi, ya'ni Arch install deb yozadigan bo'lsak va shundan so'ng Enter tugmasini bosamiz. Keyinchalik esa Arch Linux'ni ustanovshiga ochiladi. Sizda hech qanaqa grafik interfeys bo'lmaydi. Quyidagi sozlamalarga kirib to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Virtual mashinaga o'rnatayotganimizda hammasiga kirib chiqishimiz shart emas. Eng keraklilariga kiramiz, ya'ni regionga kirib bu yerdan O'zbekistonni tanlashimiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng diskni belgilashimiz kerak bo'ladi. Biz diskni polniy formatga olamiz va uni xt4 degan fayl sistemada belgilaymiz. Shundan so'ng hostname'ga kiramiz va u yerga Arch Linux deb yozib qo'yamiz va keyingi bo'limda biza admin parolini yaratishimiz kerak bo'ladi. Admin parolini yaratganimizdan so'ng bizada oddiy foydalanuvchini akkauntini ham yaratishimiz kerak bo'ladi. Uni nomlaymiz va uni ham parolni yozishimiz kerak bo'ladi, ya'ni parol qo'yishimiz kerak. Agar admin paroli bilan user paroli bir xil bo'ladigan bo'lsa, o'sha userni super admin qilishni so'raydi. Men esa da tugmasini bosdim va super admin qilib qo'ydim. Keyingi nastroykamizda profil bo'limiga kiramiz va bu yerdan desktop tugmasini bosamiz. Shundan so'ng bizga har xil rабочий stol muhitlari chiqib keladi. Bu haqida men oldin video chiqarganman va mana shu videoni ko'rish orqali bularni qaysi biri qanaqa xususiyatga egaligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa men sizlarga GNOMEni ko'rsatib bermoqchiman, ya'ni Arch Linux'ni GNOME qobig'idagisini ko'rsatib bermoqchiman. Qobiqni tanlab bo'lganimizdan so'ng video kartani driverini ham tanlash kerak bo'ladi. Shunda biza eng oxirida turgan VirtualBox'ni driverini qo'yamiz. Sizda VirtualBox'ga ustanovka qilasizmi yoki VMware ga ustanovka qilasizmi, farqi yo'q. VirtualBox'ni qo'ysangiz ham ishlab ketaveradi. Video kartani sozlamasini bo'lganingizdan so'ng sizdan Display Manager'ni tanlashingiz kerak bo'ladi. Bu yerda biza ya'ni GDM ni tanlab ketamiz. GNOME Display Manager degani, mana shuni tanlab ketamiz, bo'ldi. Profil bo'limidan chiqib olganingizdan so'ng application bo'limiga kirasiz va u yerda Bluetooth
audio va printerni nastroykasi turgan bo'ladi. Uni o'zingizga moslab sozlab olishingiz mumkin bo'ladi. Qanday sozlashni bilmasangiz, shunchaki videodagidek qilib keting. Eng kerakli nastroykalardan o'tib oldik. Endi esa install tugmasini bosib yuboramiz. Aytgancha do'stlar, aytish esimdan chiqibdi. Ya'ni Arch Linux'ni o'rnatishda bizga internet kerak bo'ladi. Ya'ni virtual mashina ham internetga ulangan bo'lishi kerak bo'ladi. Buni albatta oldindan tekshirib olishimiz kerak. Bizda esa Arch Linux'ni ustanovka jarayoni boshlandi. Endi esa biroz sabr qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday joyga yetganingizdan so'ng perzagruska berishingiz kerak bo'ladi. Rebootni bosasiz va perzagruskani berasiz. Shundan so'ng virtual mashina qayta ishga tushadi va biz kutgan Arch Linux'ni demak ishga tushiradi. Rabochiy stolga o'tish uchun esa biz yuqorida yaratgan akkauntimizni parolini kiritamiz. Akkauntning parolini kiritganingizdan so'ng rabochiy stolga sizni kirgizadi va bu yerda siz Arch Linux'ni interfeysini ko'rishingiz mumkin bo'ladi va sozlamalar orqali demak uni qaysi versiyadaligini ham tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana do'stlar, Arch Linux'ni ham o'rnatib oldik. Demak, endi bu yog'i o'zingizga bog'liq. Agar biron nimani tushunmasangiz, internetdan, YouTubedan yoki ChatGPTdan so'rab, qolgan narsalarga demak sozlamalarni o'rnatib olishingiz yoki qaysi vazifa nima qilishini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha video yoqdi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan esa mening kompyuterim kanali bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.